Elon Musk'ning ma gapiga qanday qaraysiz? Elon Musk'ni ziyorat qilgan vaqtingizda, "Voy Musk apandi, hozir bak boy bo'lib ketdingiz. Dunyoda siz eng boy odam bo'ldingiz. Siz dunyoda men ikkinchi boy aytsangiz, hech kim o'zini birinchi boy deyolmaydi." Endi bu boylik jihat bu nishoningizga yetgansiz deganda Musk o'ylamagan yerdan mentiq jiroq uzab o'ylagan boylik deyin. Mening boylik nishonim bo'lsa 9-darajalik boylikka erishish deydi. Unda bu nima degan gap deb qarsak, birinchi darajalik boylik hech qanday qarz besim yo'q kishilarni ko'rsatgan. Yana ayliqi fangda, cho'da, shiyimka, xabarganda hech qanday besim yo'q. Oyda topgan pulni udulliq bahramon xashlashib bo'ldigan. Unda qarz besim yo'q kishilar birinchi darajalik boylikka erishgan bo'ldi. İkinci darajalik boylikdagilar bo'lsa, o'z rayondagi har qanday bir mehmonxona, har qanday bir cho'ng oliy oshxonalarga kirib, bahsi bilan qilch hisoblashmaydigan va men qimmatga u bu emas, o'z yaxshi ko'rsa, balanka deb o'ylasa, bahsi qimmat bo'lsin, ep yeydigan, ep kiydigan, ep ishildigan. Mandaq darajaga kelsak, ikkinchi darajalik boy bo'lgan bo'lganmiz. Üçüncü derecelik baylağı olsa, öz dövlətinizdeki xalqan yerlərə xalqa vaqtı sayahat qılalaydıgan, çamdan kötürüb lap bütkül cungun aylanıp kilmədəb çıxıdıgan, xalqa yerlərə verib, aylanıb, oynab sayahat qıqyasımı buluduğan bu cəriyanda kim pul tapa, maaşını kim başqırıb darar, kim u bu deydigan, manda ғam əndisi yox, sayfuzlu yox dərisi ketkenlər olsa, 3-cü derecelik baylağı qatılımı ötken bulutkenmiz. 4-cü derecelik baylağı olsa, burnundan alqıb, şu çamdan kötəgə vaqtının özüdə bol deymen, bütkül dünyanın aylanıb gilək, Amerika degen nəkə, Angliya degen nəkə, Avrupanın qandaq sayahat qılıtkemiz deb özü xalqa yerlərə veripində, o çügüləb kildigan, dünya sayahatını qilishda iqtisadi cəhətdə qılç qiynalmaydigan, ənsirçi ғam əndişi yox, mandaq baylağı aylansaq, hem de 4-cü derecelik baylağı katılımına kirgen buldukenmiz. 5-ci derecelik baylağı olsa şu dünyanın aylangan vaqtda şu yerki en dağınıq, en katı ali mihman saray. Keçilik qançıp olmaz zuntung tafağının dep oylaşmaydıgan. En katı ustamlarının kuldan çıkan, en katı gıza aylıqıdek manda sepirdigan kavapla. Aş ustamlar çakmaşta yiyişti mi? İqtisadi cəhət qılç besim yox, ғam əndisi yox. Manda səviyyəyə yetib olsaq, dağınıq saatlarını, dağınıq kiyimlərini keygen vaqtı qılç iqtisadi cəhət qiynalmaydıgan bolsaq, 5-ci derecelik baylağı qatımına kirgen bulutkenmiz. Endi bu Musk'ning xiyolidagi 9-cu derece qandaqken desanglar, plantlar ara xalqan sayohat qila oladigan, xalqan plantga o'zining raketasini haydab bora oladigan, Marsda bir cho'ng shahar qilib, shu butkul shaharning shahar boshlig'i shu Musk bo'ldi hisobda, butkul xalqni sayohat qilib, manda darajaga yetganda, dunyoviy boy emas, bundaq sayyorlar ara boy bo'lgan vaqtida Musk'ning nazaridagi 9-cu derecelik boyga yetgan bo'ldi ekan. Endi bu Elon Musk'ning SpaceX şirketining tadqiqotiga asoslanganda hozirgi raketaning ittirish kuchini yana 20% yuqori ko'targil bo'ldi ekan. Shundaq ko'tarsak, raketaning ittirish kuchi 9000 tonnaga yetadi ekan. Shundaq bo'lganda har qatimda 200 tonnalik xom ashyoni yer sharida Marsga tusha oladi ekan. Kelgusida har 3 kunda 50 tonna raketani qo'yib berib, Marsga to'xtamay turishib ekan. Mana har bir raketa 200 tonnadan xom ashyoni. Mushundaq bo'lgan vaqtning o'zida bir qancha yillardan keyin Marsga Elon Musk'ning shahri barpo bo'lib, shu yerda xotirjam kun o'tkazgil bo'ldigan bir fantaziyalik bir shaharni barpo qila oladi ekan. Endi bu Musk'ning ishlarini so'zlak intayin ko'p, shundan buning har qanday bir shirkatlari, har qanday bir kichik mobilyasimi bizning hayotimizning jumjum mobilyasi bo'lalishi munatayin. Unda xos bu Musk qiziqadigan, bu Elon Musk zodi qandaq qadam, bu zodi qandaq cho'ng bo'lgan, buning kishilik turmushi, hayot falsafalari, buning nishoni, so'd andizlari qatorliqlarga haqiqiy qiziqadigan, mashadan bir tushunib baqsam bu deydigan do'stlarga bugun seyri qaruga Elon Musk tushunchi degan kitobni olib keldim. Yoqtirdigan do'stlar ostidagi seyri qaruvidan setib olsanglar bo'ladi. Mazmun qiziqadigan do'stlar meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Rahmat.